Inson qalbiga yo'l topa oladigan so'zlar bo'ladi. U so'zlarni yozgan qalam egalarining nomi esa avlodlar xotirasida yashaydi. O'zbek adabiyotida ana shunday qalam sohiblaridan biri O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov. O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent shahrining Do'mbirobod mahallasida tavallud topgan. Uning bolaligi urush va urushdan keyingi og'ir yillarga to'g'ri keladi. Yoshligidan mehnat va ijodni birga olib borgan adib jurnalistika sohasida faoliyat yuritdi. Gazeta va nashriyotlarda ishladi. Keyinchalik Sharq yulduzi jurnalida bosh muharrir bo'lib faoliyat olib bordi. O'tkir Hoshimov ijodi inson va uning taqdiri, mehr-oqibat, ona, oila, muhabbat, urush va tinchlik haqidagi samimiy hikoyalar olami. Uning Dunyoning ishlari, Ikki eshik orasi, Tushda kechgan umrlar, Nur borki soya bor, Bahor qaytmaydi kabi asarlari kitobxonlar qalbidan chuqur joy oldi. Urushning so'nggi qurboni, muhabbat kabi hikoyalari ham adibning betakror uslubini namoyon etadi. Ikki eshik orasi romanida inson taqdiri, urushning og'ir asoratlari, muhabbat, sadoqat va hayot sinovlari tasvirlanadi. Yozuvchi insonni shunchaki qahramon sifatida emas, uning quvonchi, dardi, orzusi va ichki kechinmalari bilan birga tasvirlaydi. Shuning uchun ham O'tkir Hoshimov asarlari kitobxonga yaqin. O'tkir Hoshimov ijodining eng muhim xususiyati samimiyat. Uning qahramonlari bizga tanish. Ularda o'zimizni, ota-onamizni, yaqinlarimizni, qo'shnilarimizni ko'ramiz. Shu bois adib asarlari nafaqat bir davr, balki turli avlod kitobxonlari uchun ham qadrlidir. Eng muhimi, insonni qadrlashga, ota-onani e'zozlashga, mehr-oqibatli bo'lishga chorlovchi ma'naviy merosi qoldi. O'tkir Hoshimov asarlarini o'qing, chunki uning kitoblarida hayot bor, inson bor, qalb bor.